هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure İnfitar tefsiri 1. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dehtanlığa İbn Kesir Rahimullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi İnfitar suresi 1. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Sure İnfitar Mekke'de nazil bolgan 19 ayet. Bu surenin fazileti toğrusida. İmam Nesai Cabir'nin mundaq deganligini rivoyat qiladi. Muaz bir kuni imom bo'lib Aysha namozini o'qib berganda namozni uzartib etdi. Payg'ambar alayhisalom uningga: "Ey Muaz, sen din to'g'risida fitna paydo qilay demsan, sen ularga uzun sure o'qib bergicha A'la, Duha ve İnfitar sureleridek qisqa surelerini o'qib bersang bo'lmasmidi?" dedi. Bu hadisni İmam Buxoriy ve Müslim rivoyat qilgandir. Lekin sure İnfitar haqida kelgan hadisni İmam Nesai rivoyat qilgan. Payg'ambar alayhissalomning kimiki qiyomat kunida bo'ladigan ahvollarni o'z ko'zi bilan ko'rgandek bo'lishini yoqtirsa, Takvir, İnfitar, İnshiqoq suralarini o'qisin degan. İbn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan. Hadisi yuqorida bayon qilinib o'tildi. Bismillahirrahmanirrahim. Nihayet şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismiyle başlayayım. Asman yerilgan çağda, yulduzlar tökülgen çağda, denizler bir-biriga qo'shilgan çağda, kabirler astı üstü kılıngan çağda, yani ölükler çıkarılgan çağda, her adam ilgiri keyin qilgan işlerinin hemmesini biladi. Ey insan, seni merhametlik Rabbinge asilik qilishqa nima oldi? U seni yarattı, a'zolaringni bejirim, qomatingni tuz qildi. Seni u xohlagan shaklda qurashtirdi. Hergiz unda qilmanglar. Yani Allah'ın keramiga mag'rur bo'lmanglar. Ey Mekke kuffarları, belki sizler dinni inkar qilsizlar. Halbuki sizlerning ustinglarda sizlerni kuzatib turg'uchi farishtalar bor. Ular Allah'ın dergahida hurmatli farishtalar bo'lib, sizlerning so'zlaringlarni va amallaringlarni yezib turdi. Ular qilmishinglarni bilib turdi. Kıyamet günü yüz berdiğen işler doğrusu da. Asman yerilgan çağda. Allah Teala bu vakti mındaq dedi. O günün dehşetinden asman yerildi. Yulduzlar tökülgen çağda. Denizler bir-biriga qo'shilgan çağda. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas'ın bu ayetinin ma'nosi Allah Teala denizlarni yerib bir-birini qo'shib etganda deganlik bo'ladi deganlikni rivoyat qildi. Hasan bu oyatning ma'nosi Allah Teala denizlarni yerib bir-birini qo'shib etadi. Shuning bilan denizlarning suvi yo'qolib ketganda deganlik bo'ladi dedi. Qatada bu oyatning ma'nosi denizning tatliq suvi
bilan tuzliq suyi bir-biriga aralashib ketganda deganlik bo'ladi dedi. Qabrlar osti-usti qilingan, ya'ni o'liklar chiqarilgan chaqda har odam ilgari keyin qilgan ishlarining hammasini biladi. Ya'ni yuqorida bayon qilinib o'tilgan ishlar yuz berganda inson o'zi qilgan hamma qilmishlarini biladi. La ilaha illalloh Muhammad rasul. Alloh taolani unutib qilishning insonga loyiq emasligi to'g'risida. Ey inson, seni marhamatlik Rabbinga osiylik qilishga nima oldi? Bu tahdiddir. Bu kishilar gumon qilgandek Alloh taolo ey inson, seni marhamatlik Rabbinga osiylik qilishga nima oldi desa, bir qo'pib, uning hurmatli bo'lganligi oldi deb javob berishi uchun Alloh taolo uning mushu javobni berishga boshlab qo'yganligi emasdir. Bu oyatning ma'nosi ey inson, seni u keremlik ulug' Rabbinga osiylik qilishga va uning oldida loyiq bo'lmaydigan ishlarni qilishga nima aldab ketdi deganlik bo'ladi. Bu vaqtda hadis qudusida Alloh taolaning mundaq deganligi keldi. Alloh taolo qiyomat kuni ey inson, menga osiylik qilishga sen nima oldi? Ey inson, payg'ambarlarga qanday javob qaytirding deydi. La havla va la quvvata illa billah. Bag'aviy, Kalbi va Muqotillarning mundaq deganligini rivoyat qildi. Alloh taolo seni marhamatlik Rabbinga osiylik qilishga nima oldi degan oyatini payg'ambar alayhisalomni urg'an, lekin vaziyat keskin bo'lganlik uchun jazolanmagan Asvad ibn Shurayq haqida tushirilgan. U seni yaratdi. A'zolaringni bejirim, qomatingni tuz qildi. Ya'ni seni a'zolaringni bejirim va qomatingni tuz qilib, eng chiroyli so'lat va shaklda yaratgan Rabbinga osiylik qilishga seni nima oldi? Imom Ahmad Busro ibn Jahash Qurayshining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhisalom bir kuni olqiniga tükürüp, onunğa bir barmağını qo'yib turib, Alloh taolo ey inson, men seni mushunchilik bir narsani yaratgan tursam, qandoqmi sen meni ojiz holatga tushira olaysan? A'zolaringni bejirim va qomatingni tuz yaratsam, kiyimlarni kiyib bir güzel şekilde manasan. Zimin sana boysundurup verildi. Mal dünya topladın ve lekin onun sadaqasını vermedin. Cinin boğazına kelgende sadaq qilmayman deysen, bu çağda sadaqanın vaqti qayerda turibdi deydi. Dedi. Bu hadisni İbn Majah'mu mushundaq rivoyat qilgan. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Seni u xohlagan şekilde qurashtirdi. Mujahid, inson meyli otasiga ya onasiga ya ona tarafdan ya dada tarafdan bo'lgan tog'isiga o'xshab qolsin, Alloh taolo uni o'zi xohlagan shaklida qurashtirdi, dedi. İmam Buxoriy va Muslim Abu Hurayraning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir kishi payg'ambar alayhisalomning qishiga kelib, uningga ey Allohning payg'ambari, ayolim qari boladan birini tug'di dedi. Payg'ambar alayhisalom sening to'ygan bormi dedi. U kishi ha bor dedi. Payg'ambar alayhisalom uning rangi qanday dedi. U kishi qizil dedi. Payg'ambar alayhisalom uningda bo'z rangmi bormi dedi. U kishi bor dedi. Payg'ambar alayhisalom uningga bu rang qayerdan keldi dedi. O kishi u aslini tatgan bo'lishi mumkin dedi. Payg'ambar alayhisalom bu balangmi aslini tatgan bo'lishi mumkin dedi.
Subhanallah. İzahat. Yani u kishi o'zi oq tenlik turib, balasi qora tenlik bo'lib tug'ilg'achqa, u balaning o'zining balasi ekanligidan gumonlanib, payg'ambar alayhisalomdan yuqorqidek savolni so'raydi. Aldanıp ketishning sababi va farishtalarning insonlarning qilmishlarini xotirlab turadiganligini ogohlantirish to'g'risida. Hergiz unda qilmanglar. Yani Allah'ın keremiga mağrur bo'lmanglar. Ey Mekke kuffarları, belki sizlar dinni inkar qilasizlar. Yani sizlarni Allah Teala'nın aldıda yaman işlarni qilishinglarga elib borgan narsa bo'lsa, qiyomat kunida qayt terilishini, jazo va hisoblarning bo'ladiganligini inkar qilishinglarga o'rinlashib olganligidir. Halbuki sizlarning ustinglarda sizlarni kuzatib turuvchi farishtalar bor. Ular Allohning dargohida hurmatli farishtalar bo'lib, sizlarning so'zlaringlarni va amallaringlarni yezib turdi. Ular qilmishinglarni bilib turdi. Ya'ni ustinglarda sizlarni saqlaydigan hurmatli ulug' farishtalar bor. Undaq bo'lgan ekan, sizlar ularning oldida yomon ishlarni qilmanglar. Chunki ular sizlarning qilgan hamma ishlaringlarni xotirlab turdi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Mu'minlar shak shubhisiz jannatda bo'ladi. Kafirlar shak shubhisiz do'zaxda bo'ladi. Ular qiyomat kuni do'zaxga kirdi. Ular hergiz do'zaxdan ayrılmaydı. Qiyomat kunining dahshatligining qandaqligini qandaq bilalaysan? Qiyomat kunining dahshatligining qandaqligini qandaq bilalaysan? U kunda bir odamning yana bir odamga yordam berishi qo'lidan kelmaydi. Bu kunda hukm Allohga xosdir. Yaxshi kishilarni mukofotlash va yomon kishilarni jazolash to'g'risida. Mu'minlar shak shubhisiz jannatda bo'ladi. Kafirlar shak shubhisiz do'zaxda bo'ladi. Ya'ni Alloh taolo bu oyatda Alloh taologa bo'ysungan va gunoh bo'ladigan ishlarni qilmagan odamlarning jannatda bo'ladiganligidan va yomon ishlarni qilganlarning do'zaxda bo'ladiganligidan xabar berib, ularning mangu davomlashadigan azobning ichida turadiganligini bayon qildi. Shunga Alloh taolo mundaq dedi: Ular qiyomat kuni do'zaxga kirdi. Ular hergiz do'zaxdan ayrılmaydı. Yani ular azobdan azroqmi ayrılmaydı. Ulardan azob yengillitilmaydi. Hamda ularning bir kun bo'lsa-mu o'zlarining jonlarini elishini ve özlerini rahatga chiqarib qo'yishini umid qilib, Alloh taoladan so'ragan talablarga qarata ular hech qanday javob qaytarilmaydi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Qiyomat kunining dahshatligining qandaqligini qandaq bilalaysan? Bu qiyomat kunining ishining bak ig'irligini ko'rsatdi. Ondan Alloh taolo u kunning shundoq kun ekanligini ta'kidlab mundaq dedi: Qiyomat kunining dahshatligining qandaqligini qandaq bilalaysan? Ondan Alloh taolo u kunning qandaq kun ekanligini ochiq bayon qilib mundaq dedi: U kunda bir odamning yana bir odamga yordam berishi qo'ldan kelmaydi. Ya'ni u kunda Alloh taolo xolab va rozi bo'lib foyda yetkazishga ruxsat bergan kishidan boshqa bir odam yana bir odamga foyda yetkazolmaydi va ular tushib qolgan yomon ahvoldan qutuldirib chiqolmaydi. Bu vaqtda payg'ambar alayhissalom o'zining jamiyatiga mundaq dedi: Ey Hashim jamiyati, sizlar o'zinglarni do'zaxdan qutuldiringlar. Men Alloh taolaning oldida sizlar uchun hech qanday narsaga ega bo'la olmayman.
Muşu mezmunga münasibetlik bayanla sure Şuara'nın tefsiride sözlenip ötüldü. Şuna Allah Teala mındaq dedi. Bu günde hüküm Allah xastır. Bu vaqt Allah Teala mındaq deydi. Bugün padişahlık kimge xas? Galip bir Allah xastır. Padişahlık bu günde merhametlik Allah Teala'ya xastır. Allah kıyamet gününün ilgisidir. Katade Allah Teala'nın o günde bir adamның yeni bir adamga yardım berişi qo'lidan kelmaydi. Bu günde hüküm Allah xastır degan oyatining ma'nosi haqida. Bugunmi bütün hüküm Allah Teala xastır. O gündemi hech kim o gündeki hükümlerini Allah Teala'dan talış almaydı dedi. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Elhamdülillah. Allah Teala'ya şükürler olsun. Şunun bilen sure İnfitar'ның tefsiri tügüdü. Keler qitimda sure Mutaffifin tefsiriden birinci ayetten başlap okuyumuz inşallah. Sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.